Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızla başlayımız. Leksiyada sırğacırız. Washington'da sözleyimiz. Bugün çislağa 2022 yıl 10. ayının 28. günü vatandaş. Bugünkü vaziyetimiz, mesela 27. günü Tibetli hasada namayış oldu. Dastlabki kelgan xabarlarda Tibetlarning namoyishi qamal qilishga norozilik bildirdi deyilgan edi. Bugungi xabarlarga qarasak, bu namoyishni Tibetlar emas, ko'chman bo'lib bo'lgan ko'chman Xitoylar qo'zg'abdimish. Bularning maqsadi qamal vaqti toshdimi? Bizning qo'shig'imiz oshdi. Tibetga qo'saq beqish uchun kelgan to'q. Qamal qilish siyosiy ta'sirdi, biz pul topamidik, qo'saq boqamidik. Shunga biz ko'chmanlarga ko'chman bo'lib kelgan Xitoylar ichkiri o'lkaga, yurtimizga, makonimizga qaytimiz deb namoyish qildi vatandash. Bu xabarni Erkin Osiyo radiosi Xitoy til programmasi shunday e'lon qildi. Shunga saqchilar bularga o'q chiqarmagan gap, ham saqchilar bularni bostirmagan gap. Çünkü hukuk şunu da Xitayning huquqida. O ko'chman bo'lsin, kim bo'lsa, uni da qat'iy nazar, uni gap qilmagan gap. Agar Tibetliklar bo'lsa, bu chataqidi. Endi arliqda birisi dalaylama deb vaqirab, ziddiyat paydo qilmoqchi bo'pti-yu, lekin aqmabdi. Masala nada desiniz hozir? Qamal sababidimi? Va yoki jambaqimiz deb jambaqamay Tibetni shuning bilan asta-asta ko'chman bo'lish niyatida berib, ko'chman bo'lish niyatida yenib, endi ichkiri Xitoy qaytmoqchiman. Shuning uchun namoyish qildimi? Buni hukm olmaydi. Ikkinchisi, ya'ni bu xabar men bugun ko'riblar, sal jiddiyroq xabar ekan dedim. Buning sababi nima desiniz? Hozir Boutu shahri ishki Mo'ng'uli qaramda qandoq buni bilmadim. Men toza Anqaramidim. Xoxot Tazir ishki Mong'oliyaning markazi. O'sha yerda juqumlandi debdi, virus debdi. Balki bu niqob, lekin ishki Mo'ng'ul xalqi bunda qaramaydi ekan. Virusni niqob qilib siyosiy maqsadga yetish deydi ekan bu harakatni. Ishki Mo'ng'uldagi oliy maktab o'quvchilarini tuyuqsizlar xoxotdiki poyezdga qochilib Boutu shahriga o'tkapti. Ba'zileri kesel deydiken, ba'zileri kesel bo'lmasimi? Poyezdga chiqarib surat bilan beribdi. Poyezdning ichi tiqmoq, uyri turadigan yermi yo'q. Endi u odam bolasi. Biz Uyg'urlar ko'ryapmiz bu kunni, endi ishki Mo'ng'ullar ko'ryapti bu kunni. Vatandash Şunun bilan yo'tkab mangibdi ham bu to'g'rida darhol ishki Mo'ng'ul tarafda Xoxot shahrida aloqat poyezi degan ism qo'yilibdi. Kasal ekan, virus ekan, sen buni ishki Mo'ng'ul Xoxot shahrida o'zini davolamay, buni Boutuga yo'tkab kelding degan gapning ma'nosi nima vatandosh? Mana bu ishlar gumon qildi, odamni gumon qo'ydi vatandosh. Bugün sizlarga so'zlaydiganlik bu xabarimizda Xi Jinpingni embargo qilish to'g'risidagi Amerika Davlat Majlisi Kengash palatasi senator Josh Hawley'ning o'ttirib qo'ygan loyihasiga qarshi Jungoning Washington turishlik bosh elchixonasi Davlat Majlisiga ilxat avatib norozi bo'ldi. İkincisi nima xabarimiz bu? İkinci xabarimiz Amerika Qo'shma Shtatlar davlat kotibi, davlat ishlar kotibi Antony Blinken, bu birinchi xabarimiz ma'eslijimi? Antony Blinken Jungo Tayvanning hozirgi holatini qabul qilmaslikni qaror qildi. Tayvanga besim selishlik kuchaytirishga boshladi bu xabar. Hani vatandaşlara bu xabarlarni yetkazimiz oxirida vaqtimizni qarab sizlar xohlasanlar vaziyat va muhokamada boshqa so'zlarni qilishimiz vatandash. Hozir birinchi mavzu mana shu mavzu. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi Antony Blinken
Haftanın 3. günü, 10. ayının 26. günü. Ötken yılı 10. ayının 26. gün tur ornundan Demokratik Devletler Tayvan'la Birleşken Devletler Teşkilatı gelip görümüz. Bizim ötken yılı 10. ayının 26. günü vatandaşlar ökte bir inkılab, hakiki manada ökte bir inkılab. Dep tanıştırgan idi o vatandaş. Endi bugün toluk bir yıl toşkanda Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Shtakati Antony Blinken ikki qatim mush 26 kuni o'ttirdi. Ikki qatim so'zlabdi. Har ikkala qatim Tayvanga qartilibdi. So'zlagan nutuq, ya'ni Tayvan masalasi. Endi buni ketib etib jumla o'ttirishdi vatandoshlarga shariylaymiz vatandoshim. 10. ayının 26. gün Tayvan bo'g'izi vaziyatning hozirgi holatini Jungo taraf qabul qilmaydiganligini allaqachon qaror qildi. Tayvanga besim ishlatishni oshirishga boshladi. Jumladan qurol ishlatish mumkinligini o'z ichiga oladi deb ko'rsatdi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken. Demak, hozirgi holatni saqlash deganda Jungo hukumati qabul qilmaslikni qaror qildi deydi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken bilim bor tashkillagan bir qatimliq faoliyatda mundaq ko'rsatdi. Jungo Washington bilan Beijing o'rtasida bir necha 10 yil davomlashgan negizlik tushunish hosil qilishni allaqachon o'zgartib etdi. Boshqa masalalar bormi yo'q buning ichida konkret emas, biroq Tayvan masalasidagi negizlik tushunish hosil qilishni Jungo taraf allaqachon o'zgartib etdi. Ya'ni Beijing bilan Tayvan o'rtasidagi ixtiloflarni tinch yo'l bilan boshqarish va tizginlash deydigan tushunishni Beijing taraf allaqachon o'zgartib etdi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken yana mundaq ko'rsatdi. Bu o'zgarishni Beijing hukumati qaror qildi. Beijing hukumati Tayvan bo'g'izining hozirgi holatini qabul qilmaymiz dedi. Jungo hukumati Tayvanga birlik keltirish musobasini tezlashtirishni o'ylashdi. Demak, hozirgi holatni qabul qilmadi Jungo hukumati Tayvanni birlik keltirishning musobasini tezlatishni o'ylashdi. Bu Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning hukmi va hukmlangan siyosat vatandosh. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken yana mundaq ko'rsatdi. Washington sovuq munosabatlar urushini xohlamaydi. Jungoni cheklashga urinmaydi. Jungoni cheklashga urinmaydi. Washington o'zining manfaatini tik turib qo'g'daydi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Beijing Tayvanni birlikka keltirish vaqtini tezlatdi degan edi. Bir hafta burun. Vaqt qachon bu to'g'rida bir nima demagan edi. Avam palata boshlig'i Nancy Pelosi 8. ayning 2. kuni Tayvanga ziyoratga berib qaytib kelgandan keyin Jungo Kompartiya hukumati Tayvanning atrofidagi harbiy manverni kuchaytirdi va kengaytirib etdi. Yana bir xabar. Yana davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning yana bir qatimliq suhbati. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Amerika Tayvan bo'g'izining tinchligini saqlashni qaror qildi. Ko'rdingizmi? Ammo ishga qaror qarab turgan Jungo hukumati hozirgi holatni qabul qilmaslikni qaror qildi. Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati Tayvan bo'g'izining tinchligini, balki hozirgi holatini saqlashni qaror qildi. Ziddiyat mana shu yerda vatandosh. Mavzuli xabar 27 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi Davlat ishlar kotibi Antony Blinken haftaning 3 kuni 10 ayning 26 kuni Amerika Tayvan bo'g'izining tinchligi va muqimligini saqlashda ham Beijing bilan Tayvan o'rtasidagi ixtiloflarni tinch yo'l bilan hal qilishga kapolat qilishni qaror qildi deb ko'rsatdi. Xi Jinping 20 qurultayda huquqni kengaytirib,
yaqinlarini siyosiy byuroga elib kirib, partiyaning sekretarligi va harbiy ishlarning raisligini 3-chi qatam qo'lga keltirdi. Partiya qurultay vakillariga mundaq dedi rais Xi Jinping. Tayvanni birlik keltirish va Beijingning kontroli ostiga ilish. Oshkor gapgina Tayvanni birlik keltirish, Beijingning kontroli ostiga ilish. Bu Jungo Kompartiyasining erishmaydigan tarixiy vazifasidir. Davlat ishlar katibi Antony Blinken mundaq ko'rsatdi. Tayvan bo'g'izida Amerikaning mustahkam negizlik manfaati bor. Balki biz Amerika ching turishni iroda qilgan manfaati bor. Tayvan bo'g'izida Amerikaning manfaati bor. Biz bu yerdagi siyosatimizda ching turamiz. Davlat ishlar katibi Antony Blinkenning Tayvan bo'g'izining hozirgi holati to'g'risidagi hukmi. Beijing nima debdi? Hozirgi holatni qabul qilmaymiz. Davlat ishlar katibi Antony Blinken nima dedi? Biz Tayvan bo'g'izining hozirgi holatini saqlaymiz. Amerikaning manfaatini qo'g'daymiz. Bu bizning irodamiz. Demak, dal 1 yil to'shqanda. Masalan, o'tgan yil 10-oyning 26-kuni bugun, yana 10-oyning 26-kuni 1 yil to'shqanda Davlat ishlar katibi Antony Blinken Tayvan bo'g'izi to'g'risida yuqorqadak so'zildi vatandosh.